tinglovchilar. Darsimiz raqamli biznes modellar deb nomlanadi. Ushbu raqamli biznes modellar darsimizda tayyorlangan video lavhalar Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus HayatTech Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technologies degan loyiha asosida tayyorlanmoqda. Ushbu loyihada raqamlashtirish, universitetlarni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishga e'tibor qaratilgan bo'lib, bizni ushbu video ma'ruzalarimizni tayyorlashda yaqindan ko'mak bermoqda. Mening ismim Bobojonov Azizjon, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrasi dotsentiman. Sizlar bilan raqamli biznes modellar fanini o'rganamiz birgalikda. Ko'pchiligimizda raqamli biznes modellar, raqamli biznes, raqamli iqtisodiyot degan terminlarni ko'p eshitganmiz va kundan kunga raqamli degan so'zlar ingliz tilida digital, rus tilida sifrovoy degan so'zlar kundan kunga hayotimizga kirib kelyapti va ko'plarimiz bu so'zlarni eshitib har kuni duch kelmoqda biza. Keling, raqamli biznes modellar faniga ushbu darsimiz kirish qismi hisoblanadi. Unda nimalarni o'rganamiz? Bugun fanning mazmuni, mohiyati, maqsadi va vazifalariga to'xtalamiz. Raqamli iqtisodiyotni shakllantiruvchi asosiy unsurlarga to'xtalamiz va internet buyumlarining raqamli iqtisodiyotdagi roli mavzulariga to'xtalamiz. Keling, avval raqamli texnologiyalar o'zi nima ekanligini tushunishga harakat qilamiz. Raqamli texnologiyalarning kundalik hayotimizga kirib borishi biznesni odatdagi chegaralardan chiqardi. Yangi chegaralarni o'zgartirdi deyishimiz mumkin. Butun bir tarmoqlarni o'zgartirmoqda va yangi bozorlarni ochmoqda. Katta kompaniyalar yangi raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bozorni o'zgartira oladigan yangi o'yinchilarning paydo bo'lishini kutishmoqda. Har bir yangi texnologiya va biznes modellar yangi bozorlarni kashf etish va mavjudlarga qaqshatqich zarba berishi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, biza aytib o'tganimizdek, raqamli texnologiyalar bizaga mana shu hayotimizni, bugungi kundagi hayotimizni raqamlashishiga, bugungi texnologiyalarni ishlatishimizga bir asos bo'lib xizmat qiladi. Aytib o'tganimizdek, ko'plab yangi kompaniyalarni paydo bo'lishi, yangi bozorlarni ochilishi shu raqamli texnologiyalar tufayligina yuz beryapti. Nega savol bo'lishi mumkin? Nega katta kompaniyalar yangi raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishini kutishmoqda? Birinchidan, bu yangi raqobatchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, bu bozorni tubdan o'zgartirishi mumkin. Uchinchidan, bu kompaniya uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin. Shu jihatdan kompaniyalar doim yangi texnologiyalarni kuzatishadi. Raqamli texnologiyalar albatta raqamli texnologiyalarga investitsiyalar kiritishadi va raqamli texnologiyalarni keyingi 10 yillik, 20 yillikda bizneslarning asosiy ustuni sifatida ko'rishadi. Endi raqamli biznes haqida tushunchaga ega bo'lsak, biz ushbu darsimizda shunaqa rejalashtirdikki, avvalambor bunda ayrim tushunchalarga ega bo'lib borishimiz kerak. Masalan, aytaylik, raqamli biznes, raqamli iqtisodiyot kabi tushunchalarni va ularni qo'llanishini to'g'ri tushunishimiz talab etiladi. Keyinchalik raqamli biznes modellarini turli xil darajadagi boshqaruvda, menejmentda qo'llaniladigan raqamli texnologiyalarni, biznes modellarini tushunishimiz uchun bu tushunchalar juda ham muhim. Gartner Research raqamli shunaqa ta'rif beradi. Raqamli biznes
jismoniy va raqamli olamlarni bog'laydigan yangi biznes modellarining paydo bo'lishi deydi. Ya'ni asosiy tushunchalar jismoniy va raqamli olamlarni bog'laydigan yangi bizneslarning paydo bo'lishi. Bularga bank va telekommunikatsiya sohasi, chakana savdo sohasi eng birinchilardan bo'lib biznes modellarini raqamliga o'zgartirgan sohalar hisoblanadi. Undan keyin ta'lim, tibbiyot, boshqa sohalar ham hozir kundan kunga raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydigan ahvolga keldi. Bu degani, ya'ni raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'lanib, ularga asoslanib bo'ldi. Agar mana shu raqamli texnologiyalar bo'lmasa, ayrim operatsiyalarni amalga oshira bo'lmasligi mumkin, ayrim kuzatishlarni amalga oshirmasligi mumkin. Masalan, raqamli texnologiyalar bo'lmasa, agar ta'limni tasavvur qila olmasligimiz mumkin. Ayniqsa pandemiya sharoitida bu yaqqol misol bo'lib ko'rishimiz mumkin. Raqamli biznes modellarini tushunishdan oldin 4 Week MBA degan yaxshi unaqa bor, bir veb-sayt bor. Bu veb-saytda juda ham ko'p tahlillar berib boriladi. E'tiborlaringizda shu ingliz tilida ma'lumotlar, ko'p ma'lumotlar ingliz tilida berib borilishiga e'tibor qarataman. Chunki raqamli biznes modellarini o'zi, bu texnologiyalarni, bu yondashuvlarni o'zi paydo bo'lishi rivojlangan mamlakatlar, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarini startaplari, bizneslaridagi shu yengilliklar yaratilishidan kelib chiqib, ushbu ko'p terminlar, ko'p yangi kashfiyotlar amalga oshirildi. Shu uchun ham ko'p ma'lumotlar, ko'p nazariy bilimlar bu ingliz tilida mavjud. Endi odatda biza mana shu rasmdan kelib chiqib ko'p ko'rishimiz mumkinki, logolar orqali ko'p kompaniyalarni taniymiz. Demak, raqamli biznes modellar odatda kompaniyalarni raqamli texnologiyalar orqali kompaniyalarni ko'plab jihatlarini o'zgartirishga qaratilgan. Biznes proseslarni, kompaniyani butun aloqalarini, ishlash prinsiplarini, ayrim funksiyalarni va hokazo jihatlarni, ko'plab jihatlarni qamrab olgan va bu raqamli texnologiyalarga asoslanadi. Ya'ni darsimiz boshida aytib o'tganimizdek, raqamli texnologiyalar demak shu yangi bizneslarni qurishda eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Raqamli biznes modelli ko'pincha iste'molchilarni o'ziga jalb qilishdan boshlab yangi xizmat va mahsulot va xizmatlarni yaratishga, yetkazib berishga qaratilgan modellar hisoblanadi. Demak, eng asosiy jihat bunda o'sha raqamli texnologiyalar va qiymat, shunaqa qo'shimcha qiymat, yangi qiymat yaratish bilan bog'liq jarayonlar. Kelinglar, mana 6 ta yo'nalishda mana shu logolarni tanisalaringiz kerak. Shu logolar bo'yicha naqd ko'rishimiz mumkin. Masalan, Uberni bilasizlar. Uber, Yandex, Lyft, bu ham Yandexga, Uberga o'xshagan kompaniya, Amerika bozorlarida ishlaydigan, Airbnb, Etsy degan kompaniyalar. Bularni internetlardan ham qarab ko'rishlaringiz mumkin qanaqa kompaniyaligini. Bular demak talabga asoslangan biznes modellar asosida ishlaydi. Ya'ni talab asosida ishlaydi. Ya'ni sizga taksi kerak bo'lsa, taksi chaqirasiz. Gostinitsa kerak bo'lsa, gostinitsa bron qilasiz. Keyingisi obunaga asoslangan. Obuna, masalan, Netflix bilamiz barchamiz. Masalan, Netflix qanaqa ishlaydi? Demak, 1 oylik obuna bo'lishingiz mumkin, 1 yillik obuna bo'lishingiz mumkin, har xil paketlarga obuna bo'lishingiz mumkin va hokazo. Keyingisi bu yashirin daromad biznes modellari deb yuritiladi. Bunda Google, Facebookga o'xshagan kompaniyalar ayrim kuzatishlarni, ayrim ma'lumotlarni, ya'ni
shaxsiyatsiz bo'lgan ma'lumot, ya'ni shaxsiy bog'lanmagan ma'lumotlarni sotishi ham mumkin. Bu orqali daromad qilish, bu demak yashirin daromad yaratish modeli deyiladi. Inglizchada hidden revenue generation deyiladi. Bu ko'pincha kim nima qidirdi, qancha qidirdi, qayoqdan poisklar qayoqdan berildi yoki kimlar nimaga qiziqadi degan savollarga demak shaxs bilan bog'lanmagan aspektdagi demak ma'lumotlarni taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Keyingisi open source biznes modellar deydi, ya'ni ochiq kodli, ochiq manbali modellar. Bunga GitHub, Red Hat degan naqalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bular ko'pincha demak ma'lum bir miqdorda kodlarga, manbalarga dostуп bor va uni ko'proq operatsiyalar amalga oshirish uchun yoki ko'proq funksiyalardan foydalanish uchun ko'pincha kompaniyalar demak buni litsenziya asosida sotishni ham mo'ljallashadi. Keyingisi bu reklamaga asoslangan biznes modellarni ajratishimiz mumkin. Bunda Google, Facebook, Twitter, Quora degan misoli o'xshagan kompaniyalar asosan daromadlari reklamadan kelib tushadi. Keyingisi peer to peer yoki ikki tomonlama bozor degan yo'nalishdagi, masalan bunga o'sha taksilarni chaqirish xizmatlarini ham olishimiz mumkin yoki umuman ikkita iste'molchi va xaridorni yetkazib beruvchini uchrashtirib qo'yishga qaratilgan demak biznes modellar. Bular ko'pincha tranzaksiyadan ham daromad olishadi. Keyingisi freemium biznes modellar. Bularga masalan Dropbox'ni bilsalaringiz kerak, agar ma'lum bir miqdorda ishlatsalaringiz, masalan 10 gigabayt, 15 gigabaytgacha sizlarga tekin demak bulutli xizmatlarni ko'rsatishi mumkin va undan oshig'iga sizlar undan oshiq funksiyalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, bunda to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi juda mashhur bo'lgan demak marketplace'lar yoki elektron tijorat biznes modellari. Mana bunda Zapos'ni bilamiz, Amazon'ni bilamiz, Alibaba'ni bilamiz. Shu kabilarni olishimiz mumkin. Endi shularni hammasida mana shu ko'rib o'tgan bizneslarimizni hammasida eng asosiy narsa bu texnologiya bilan, yangi texnologiya bilan va qiymat taklifi hisoblanadi. Demak, biz biznes modelni tushunishimiz uchun biznes modellar nima beradi o'zi degan savollarga to'g'ri javob berishimiz uchun bu raqamli texnologiyalarni ishlatishimiz kerak, raqamli biznes modellar uchun. Va qiymat taklifini chiroyli qiymat taklifi berishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu ko'rib o'tgan hamma bizneslarimiz o'zicha har biri o'zgacha qiymat taklifi va texnologiyalarni, yechimlarni taklif qilib chiqqan kompaniyalar hisoblanadi. Demak, raqamli biznes modellar fanining maqsadi mavjud raqamli biznes model va raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlarni shakllantirish va raqamli biznes modellarini qurish va rejalashtirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni hosil qilish hisoblanadi. Bunda biz raqamli biznes modellarini konsepsiyaga asoslanib, raqamli biznes modellar konsepsiyalariga asoslanib Apple, Google, umuman mashhur kompaniyalar, Facebook, Amazon va boshqa bir qator internet asrini yetakchi bo'lgan raqamli biznes modellari qanaqa ishlashini, ularda qanaqa qiymat yaratilishini, qanaqa qiymat yetkazishi, bozorni egallashi, himoya qilish jarayonlarini tahlilini o'rganamiz. Shuningdek, talabalar turli misollar va amaliy tajribalar orqali biznes modellar bilan yaqindan tanishishlari mumkin bo'ladi. Birgina hozir aytib o'tganimiz qiymat yaratish, qiymat yetkazish, qiymat egallash, qiymat himoyalash degan
so'zlarni ma'nosini bir avtomobil sanoati misolida ko'rib chiqamiz. Unda birinchidan bo'lib qiymat yaratishga to'xtalamiz. Keling, avtomobil sanoatini avvalambor qanaqa qilib qiymat yaratish mumkin? Qo'shimcha qiymat qanaqa yaratish mumkin? Qanaqa yengillik yaratish mumkin? Qanaqa qiymat taklifi amalga oshirish mumkin? Keling, buni boshqaruvni yengillashtirish yoki avtomatlashtirish tushunchasi bilan olaylik. Demak, qiymat yaratish boshqaruvni avtomatlashtirishdan iborat. Yoki haydovchisiz harakatlanishdan iborat. Qiymat yetkazish bu qanaqa amalga oshirishi deyiladi. Demak, buni biz misolimizda buni dastur va internet orqali amalga oshiramiz. Demak, bu uchun dastur ishlab chiqiladi va internet orqali u masalan ishlaydi. Keyingisi qiymat egallash. Qiymat egallash bu daromadimiz qayoqdan bo'ladi degan savolga javob. Bu avtomobil savdosi va xizmatni sotish orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalardan bo'ladi va qiymatni himoyalash. Bunda haydovchiga boshqaruv taklifi qanaqa taklif orqali biz ushbu qiymat taklifimizni himoyalaymiz, qanaqa qilib ushlab qolamiz bozorda degan savolga javob bo'ladi. Bunda biz haydovchiga avtomatlashtirilgan boshqaruv taklif qilamiz, ya'ni yengillik, qulaylik taklif qilamiz va uni avariyalarni kamaytirish soni va xavfsizlik orqali, demak, biz bu qiymatni bozorda himoyalashimiz mumkin. Demak, umuman olib qaraganda raqamli biznes modellarni yaratayotganda, raqamli biznes modellar haqida gapirayotganda biz mana shu 4 ta jarayonga to'xtalamiz asosan. Bular qiymat yaratish, qiymatni yetkazish, qiymatni egallash hamda qiymatni himoyalash.